22 may sanasi Boborahim Mashrabning tavallud kuni munosabati bilan ayni damda suhbatni ham amalga oshiramiz. Undan avval esa bizda lirik chekinishimiz ham bor. Albatta Boborahim Mashrab endi bu ulug' zot bo'lganlarda bir g'azallarini o'qib qoldim. Namangan shahridan do'stlar, mening yoronlarim keldi. Otam birlan onamni bilguvchi mehmonlarim keldi. Shijoat bobida har qaysi bir Rustam u Suhrob, adolat taxtiga mingan bu kun sultonlarim keldi. Inoyatli, diyonatli, yana ham murshidi komil, hamma orif, hamma solih, hamma urfonlarim keldi. Alarni hokipoyi ko'zlarimga to'tiyo mashrab, charog'imni munavvar qilgan xoqonlarim keldi. Go'zal. Albatta, bugun mana shu sana munosabati bilan o'ziga xos sizga chiroyli suhbatni taqdim etish niyatidamiz. Studiyamizda Yusufxon Alixonov, mashrabshunos olim, pedagog va albatta ularni o'ziga xos samimiy suhbatlaridan bahramand bo'lasiz. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Assalomu alaykum. Xonaga e'tibor uchun, chaqirganingiz uchun sizlarga ming rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Xudo. Yori do'stlar, hammasi yaxshi. dovon oshib, erta tongda diydor ko'rishib turibmiz mana. Rahmat, rahmat. Vodiyni shabadasi kelib turibdi sizdan. Albatta, albatta. Ko'z Rahmat. Ko'z tegmasin. Sizlarga ham, butun tele tomoshabinlarga ham Namangan ahlidan salom. Hammaga 24-maydan bizda gul bayrami boshlanadi. An'anaviy gul bayrami. An'anaviy 65 yildan beri davom etib etadi. kelayotgan bu. Hozir shahrimiz gullarga, gilamlarga, bo'stonga aylangan. bosadigan joy qolmadi. Hamma yoq gul Ko'z bo'ldi. tegmasin. Hammani taklif qilaman, tele tomoshabinlarni ham. Namanganga boramiz. Albatta boramiz. Boring, albatta. Boramiz, albatta boramiz. Bu yil o'zgacha bo'ladigan gaplarni eshityapmiz, chunki xorijdan ham juda ko'p muxlislar, sayyohlar bu gul bayramini allaqachon eshitishgan va ko'plari kelib ham bo'lgan deyishdi. Mehmonxonalar to'lgan deydi. Albatta, mana shu Lekin sizlar borsana, Xudo xolisa. Biz borsak gullarga- ham gullar bayramiga boradi, ham Boborahim Mashrabning mehmonlari bo'lib borasizlar. Xudo xohlasa. qoyil. Boborahim Mashrabni Namangan viloyatida tavallud topgani va hayoti to'g'risida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz va albatta o'sha mehmon bo'lishdan avval u yerdagi muhit haqida ham birozgina gaplashamiz. Rahmat. Endi bu ko'rsatuvimiz, har bir ko'rsatuvimiz mana shu dasturxonimiz darsxona, o'zi dars o'taymiz. Ma'naviy darsxona, To'g'ri. ruhiy darsxona. Biz Boborahim Mashrab ma'naviy olamlarga, ruhiy olamlarga sayohat qilamiz hozirda. Ehtiyoj shunda mana lahjadan, boshqadan so'zdan bir haligi nima ham bo'lib qolishi mumkin. Endi kamchiligimiz ham bor. Demak, insonchilik, nuqsonchilik deyiladi-da. Shular bir teletomoshabinlar ham o'zini ham bir kamchilikni e'tiborga olmasdan qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Xo'p, bu yoshlarni haqqini biz ado qilgani keldik. Boborahim Mashrab 1640-yilda 22-mayda Namangan shahrini Maddoxon mahallasida Qalandarxona yonidagi hovlida tavallud topganlar. Buni isboti dalili sifatida o'sha Likoshin degan sharqshunos olimlar 1898-1902-yillarda Mashrab hayoti va ijodi va uy qoldiqlarini surishtirgan. Ular hamda Yevropada ham o'rganilgandi Mashrab ijodi va hayotini. Shunda aytganlarki, o'sha Likoshinni bir axborot berishicha Boborahim Mashrab tug'ilgan uy qoldiqlari Nodim Namangoniy degan bir zot o'tganlar, u kishi ham shoir. Shu kishidan so'raganlar. Boborahim Mashrab uy qoldiqlari bormi yo'qmi? O'tdan mana salkam 200 yil o'tib ketdi deganlar. Shunda bor. Boborahim Mashrab tug'ilgan uylari Mulla Bozor Oxun qabrdan 550 qadam. Qadamlasangiz hozir ham o'sha 550 qadam chiqadi. Maddoxon mahallasi. Ya'ni u ham Maddoxon mahallasi ham maddoxlar qolmadi-yu, lekin mahallamiz bor. Ularni biz o'tganlarni ko'rganmiz, bilganmiz, o'sha mahalladamiz deydi.
va qalantarxonadagi hovli. O'sha hovli ham bor, boshqa kishi yashasa ham, lekin bor. Yaqinda u yerda Bobo Rahim Mashrabga hadya qilingan cho'ponlari ham bor. Saqlanadi hozir ham. Ixlosmandlari bir ko'rib turishadi. Shuni o'tgan yili ham shahar hokimimiz o'sha o'yi muzey qilamiz deyishdi-yu, bu yil u kishi almashib yangi hokimga aytdi, yangi hokim ham kelib ko'rib, albatta bu hovlini o'y muzeylari qilamiz degan va'dani berib ketishdi, xudo xolisi bo'ladi. Demak, qadam tashlandi deng? Qadam tashlandi. Ilk qadamlar tashlangan. Endi ko'pchilikda savol tug'iladiki, Mashrab degan ism har doim ham qo'yilavermaydi, har kimga ham qo'yilavermaydi. Men buni bir sababi bor. Albatta. To'g'rimi? To'g'ri. Bobo Rahim Mashrab endi o'tgan darslarimizda ham qaytarib nimaki avval ko'rmagan teletomoshabinlarimiz buni ko'rib qolishlari mumkin-da. Albatta. Bu aytgan gaplarimiz ilgari ham eshitgan bo'lishi mumkin muxlislar bilan. Lekin biz yana esga solib qo'yamiz-da, Bobo Rahim Mashrab onalarini qornida 7 oylik bo'lgan vaqtlarida bir nafaqai ro'zg'orda ilgari charxda ip yigirishar ekan, ayollar ham bir ro'zg'orga yordam bo'lsin deb shu 2 to'pcha ipni bozorga borib sotmoqchi bo'lsalar, bir boqqol uzum sotib turadi-da. Shunda endi homilador ayol bir yegisi kelgan narsani yemasa bir tug'iladigan bolada bir kamchilik bo'ladi degan gap bor. Shu yerga tushgan 2 ta uzumni og'zilariga soldilar. Shunda qo'niladagi boladan ovoz keldiki, "Ey ona, Xudodan uyalmasdan, xalqdan uyalmay biropa haqini yedingiz. Agar buni egasini rozi qilmasangiz, men sizni qorningizdan yo'q bo'lib ketaman" dedilar. Qarang. Buni eshitib onalari shulardan ketdilar. O'rnidan turib tez uylarga borib, turmush o'rtoqlariga mana shunaqa hodisa bo'ldi desa, o'sha endi bu shunda hodisa bo'lgan bo'lsa, endi bundan buyog'iga bir o'zini ehtiyot qilgan shubhali narsalardan, taomlardan o'zini tegin deb dalda beradilar. Shu Bobo Rahim Mashrab tug'ilganlarida modarizot deyiladiki, onadan valizot bo'lib tug'ilganlar. Unda endi mana endi hozir o'sha nimalarni men aytib beraman sizlarga. Mana shu fikrlarni birozgina tanaffusdan keyin aytib berasizlar, chunki bizda reklamamiz bor. Reklamadan keyin mana shu fikrlarga yuzlanamiz. Mayli. Marhamat. Biz yaxshi kayfiyatda efirga qaytdik va albatta studiyamiz mehmonini eslatib o'taman. 22-may Bobo Rahim Mashrabning tavallud kuni munosabati bilan mashrabshunos olim, pedagog Yusufxon Alixonov studiyamizda mehmonlar va albatta Bobo Rahim Mashrabning hayoti haqidagi fikrlar sizni albatta qiziqtiradi degan umiddamiz. Marhamat. Shuning uchun suv qancha tozalovchi bo'lsa ham bir joyda turib qolsa aynib qolar ekan. Shuning uchun biz ham Mashrab ijodlarini va hayotlari haqidagi bilim va ko'nikmalarimizni doim harakat qilib o'stirib turishimiz kerak ekan. Yoshlarga qalbiga solib bizni tariximizni o'rganadi yoshlar bu Mashrab hayotlari va ijodlaridan. Va Mashrab qanday bir asarlar yozganlar, qanday nasihat qilib o'tganlar, bular yoshlarimizga suv va havodek zarur. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Shuning uchun bu dunyo mayxona deydi. Mayxona degani ya'ni ilmxona, ilm o'rganib va o'rganadigan dunyo ekan bu. Majoziy ma'noda. Majoziy ma'noda. Shuning uchun aytadilarki, Bobo Rahim Mashrab ham ilmga, odobga yoshlarni chaqirganlar. Demakki, ilmlik bo'lsang, odobli bo'lsang, bu dunyo ham guliston, bu dunyo ham guliston bo'ladi deylar. May endi bu ilm degan so'z, ya'ni majoziy ma'noda may ichsa deydi. Gado ham sulton bo'ladi. Ya'niki ma'naviy boyib bo'lar ekanda. Qarang, may ichsa gado ham sulton bo'ladi. Tulki ichsa sheru g'arrom bo'ladi. Endi u chiylamaydi, o'kiradi, bo'kiradi. Nimaki, u endi tulkilikdan sherlikka aylanar ekanda. Yosh ichsa qarilik,
sharafing quchar deydi. O'zi yoshu ahli qari ekan yoshi deysizda, qari ichsa yoshu chaqqon bo'ladi deydi. Demak, ilmga targ'ibot shundoq kuchli bo'lganda u kishida. Shuning uchun biz Bobur Rahim Mashrabni qancha hayotlarni o'rgatsak, Bobur Rahim Mashrab tariqat yo'lini tutganlar. Tariqatda asosiy inson zotiga muhabbat va xizmat yotadi. Asos insonlar, demak, xalqni yaxshi ko'rish, haqni yaxshi ko'rish bilan barobar ekan. Haqni o'zini yaxshi ko'raman deyish bilan ish bilan, sen xalqni yaxshi ko'r va xalqqa xizmat qil degan shiorlar bo'lganda. Endi shuning uchun koinot ilohiy asarlar ko'rgazmasa deydi. Koinotda yaratganlar bor. Uni endi bir aqlli odam chumolidan ham ibrat oladi deydi. Lekin aqlsiz odam koinotni ko'rib turib ham ibrat ola olmaydi deydi. Shuning uchun Bobur Rahim Mashrab aytadilarki, jilvasini ko'rsatib zohirda elga rang-barang o'ru nomusdan kechib olamga g'avg'o qildi ish. Ular har bir narsani orqasida, yaratiqning orqasida iloh borligini ko'rib turganlar-da. Jilvasini ko'rsatib zohirda elga rang o'ru nomusdan olamga bilib pilla qurtib ko'rib ham orqasida Alloh borligini bilib aytganlarki, bitta pilla qurti ham burchi bor ekan. Bir yaratilgan yorug' dunyoda narsa behikmat emas ekan. Shuning uchun bitta pilla qurt deyli, ipak yaratadi deyli. Lekin uni fil ham yarata olmaydi deyli. Uni ham burchi bor-da endi. Bir asal erini yaratganini deyli, sher ham yarata olmaydi, qoplon ham yarata olmaydi. Uni ham burchi. Biz inson ekanmiz deyli. Insonning ham burchi bor. Demak, ilohni aytganini qilish, podshosini, rahbarini aytganini qilish, ota-onasini aytganini qilish, ini singlini o'rtasida ham burchi bor. Biz oilada bir singilli burchini ham bajarib qo'yish kerak inida endi. Inini burchini singil ham bajarib qo'yish kerak. Agar qo'lingdan kelsa qarindosh urug'laringga ham qo'lingni biz insonmizda yordamimiz tegish kerak ekan. Qo'lingdan kelsa qarindosh urug'ingdan o'tsa mahalla ko'yingga ham yordam ber degan joylar bor. Shuning uchun Bobur Rahim Mashrabni qaysi bir haligi g'azallarni o'qisangiz, endi ilohni ifori va asaridan haligi ifora kelib turadi, g'azallardan shunaqa o'ynaqa, shunaqa chiroyli. Shunday g'azallarida ishq ilohiy bor. Ishq ilohiy. Ishq ilohiy o'qigan saringiz o'sha Allohga bo'lgan munojot har bir g'azalida o'zini ifodasini topadi. Endi devonai mashrabam deyishadi-da. Bu tomoni ham bor. Bu tomoni bor. Shoh mashrab, devonai mashrab, qalandar mashrab. Bularning hammasi majoz emas. Bu Allohning jamoliga, oshiq bo'lgan oshiqliklariga bu ta'rif bu. O'zlarini rindam deylar. Demakki, ba'zi bir so'zlarni Bobur Rahim Mashrab aytgan so'zlarini olim ham, shoir ham ayta olmaydi. Demakki, haligi bir o'tgan darslarimizda aytganmiz-ku, ayo do'zax meni qo'ydir, havoyi qo'ymasin hargiz. Buni hamma ham ayta olmaydi-da. Do'zaxga men o'zim sig'ayni, ammo boshqa odam sig'masin dedilar-da. Bobur Rahim Mashrab nimalar-da. Pilsiroq ostida do'zax deb parishon bo'lmagin. Pistani po'chog'iga do'zaxni jo qilguvchiman deb Allohning nomidan va'da beribdilar. Bu Mashrab shundoq bir ulug' vali zotlar-da. Go'zal. Domla, yana bir narsa bor, ko'pchilikni qiziqtiradigan Bobur Rahim Mashrabning onalariga yozgan maktublari. Shu haqida ham gaplashaylik. Haqiqatda xat yozganmilar? Ha, xat endi yozganlar. Endi u qanday mazmunda bo'lgan, domla? O'sha vaqtlarda bundaqa hozirgi pochta nimalar bo'lmagan, endi 300 yil ilgari karvonlardan berib yurar ekanlar. Xat yozib, demak, ustozlari Mulla Bozor Oxundan ruxsat olib, onalari singillaridan ruxsat olib ketganlarda, endi onani tashlab ketganlar, bular ham oson emas-ku tashlab ketish. Shunda bu Muhammad murabbalari bor. Shuni bir ikkitasini men olib kelib, yaxshi ham olgan ekanman, o'z savol berib qoldingiz. Karvonlardan g'azali berib-o'ribdilar. Endi karvonga aytyaptilar. Borsang salom ayt, ey karvonim.
mazlumi ojiz qolgan onamga, o'g'li uchun ham ko'p yemasin g'ami motamda qolgan onamga. Nima qildi ekanda? Ona endi g'am qiladi-ku, shu dalda beribdilar. Ey korvonim, borsang namongon deylar. Bechora Mashrab o'g'ling du hayron. O'g'ling ham hayron endi. Onam kurubon aytqilgi chandon salomimni ko'p aytgan debdilar. Pir xizmatiga solg'on onamga deylar. Ay shundoq ruxsatni berdilar-ku, pir xizmatini aytganini qil deb, ilmini oshirdi. Shuning uchun mana shunaqa u yoqdan karvonlardan nimani berib turganlar-da, hali salom yuborib turganlar. Va muloqot mana shu zaylda davom etganda, xatlar orqali. Har qanday, endi 6 oydami, 1 yilda birmi, 2mi shu mashina singari. Soz chalgan deyshadi. Ha? Dutor chalgan deydi. Mashrab dutor chalgan, tambur chalgan deydi. Lekin hali suratlarda ham ko'ramizki, tambur qo'lda turganmi? Setorni qo'lga olib bo'ldi. Mana g'azalni o'qidilar, bu g'azalni o'qidilar. Endi bu g'azallar, kuylar, qo'shiqlar hammasi inson ruhiyatini ozuqasi bo'lganda ular. Hali insonni tarbiyadan chiqaradigan qo'shiqlarga ularda ruxsat yo'q. Lekin insonni tarbiyaga solish uchun, musiqa bilan qalbiga nasihatni kirgizish uchun o'sha setor, dutorlarni chalganlar va o'sha g'azalni kuylar. Nimaki bularni g'azallari musiqa bilan shundoq quchoqlashadigan, o'z bilan haligi musiqasi bilan, kuyi bilan yaratilgan. Nimaki bularni g'azallari qon bilan yozilgan. Haligi bir rivoyat bor, buni endi aytmasa bo'lmaydi-da, bir haligi Hindistonda filcha bo'lar ekanda, shu 1000 yil ilgari ham 1000 tilla ekan, hozir ham 1000 tilla. Ha, bu nimaga narxi tushmadi 1000 yildan beri desa, buni yurakni bir chekkasini uzib berib yaratilgan. Shuning uchun buni narxi tushmaydi. Bu g'azallar ham yurak qoni bilan yozilgan Bobo Rahim Mashrab g'azallari. Shuning uchun 350 emas, 1350 yildakin ham xudo xolasa Bobo Rahim Mashrab g'azallari xalq eshitganda dili yayraydigan, ko'ngli g'amlardan bir forig' bo'ladigan nasihatimiz g'azallarda. Haqiqatda. Bugungi kunda aynan mana shu yo'nalishda o'sha 1000 yillardan keyin ham Bobo Rahim Mashrabning ijodiga qaytilishi uchun ham katta targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti. Kitoblar chop etilyapti, to'g'rimi? Nomini abadiylashtirish jarayonlari davom etyapti. To'g'rimi, domla? Mana shu kitoblar haqida ham gaplashaylik. Endi Namanganimizda Bobo Rahim ixlosmandlari guruhlari ham bor. Shular kitobni o'sha mana o'zi 385 yillikka chiqaraman dedi, bu yil chiqarishdi. Men sizlarga aytib keldim, bu Bobo Rahim Mashrabning kimyo asarlari. Va Bobo Rahim Mashrabning Mabdai nur asarlari. Men sizlarga sovg'a qilib aytib keldim, quruq qo'ldan. Demakki, bu eng katta boylik mana shu sovg'a bo'ldi. Rahmat domla. Rahmat sizga. Xo'p, endi bularni haqida men 2 og'iz aytib bersam, Albatta. Bobo Rahim Mashrab oz yozganlar, ko'p aytganlar-da. Og'zaki bo'lgan. Lekin bu nimaga ham kirganlar. Xo'p, bu yerda aytayaptilarki, murdalikni ixtiyor etdim bugun, kiydim kafan. Misli Yusuf dek jahon mulkiga bo'ldim bevatan. Go'shayi uzlatni oldim, 100 yoshirdim xalqdan. Qarang, go'shayi uzlatni oldim, 100 yoshirdim xalqdan. Demak, uzlatga 1 yil, yarim yildami qanchada yozgan bo'lsalar, uzlatga bir xonaga kirib chiqmasdan yozishadi. Bularning nafsilari shundoqki, 360 kunda yozgan bo'lsa, 360 ta mayiz o'lib kirib ketishgan xolos bular. Qarang, bir kunda bitta mayiz. Suv keragicha bo'lgan. Bu valiylarni biz o'zimizga ehtiyot taqqoslamaylik-da, haligi. Biz bitta abit bo'lmasa to'polon qilib yuboramiz-ku. Haligi nima tushlik bo'lmasa, shunisinga bular bitta mayiz shuni bitirib chiqqanlar. Bularning ruhlari, nafslari shunga tayyorlangan. Nafsini jilovlab olganlar. Nimasini aytasiz endi? Shuning uchun yana aytdilarki, bu Mabdai kimyo asari haqida.
Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida 3786 raqami ostida saqlanayotgan Mabdai Nur kitobining muqaddimasida Devoni Namangoni Mulla Rahimbobo Mashrabdurman deb yozib qo'yilgan ekan. Buni qarang. mana Samarqandlik shuni Jaloliddin Yusupov ko'rsatib ketyaptilar. Bunga mana ehtiyot odamlarda ixtilof chiqmasin deb Jaloliddin Yusupov deb imzolari bilan buni aytib ketyaptilarki, bu haqiqiy Bobo Rahim Mashrab asarlari. Yusufxon aka, yurtimizda sizdek hazrati insonlarning borligi bu eng katta boyligimiz. Siz qalbi uyg'oq, fikri teran, mana shunday adabiyotga, she'riyatga, mashrab ijodiga joningiz bilan bir qalbingizda shunday bir katta bir mehr borda, muhabbat bor. Men o'ylaymanki, mashrabning ruhiyati sizni qalbingizda yashayapti deb o'ylayman. Shuning uchun ham hozir shunday gapiryapsizki, biz o'sha sizni nigohlaringiz orqali o'sha davrga tushgandek o'sha voqealarni majoziy ma'noda ko'rgandek bo'lyapmiz. Sizga ming tashakkur aytamiz. Mana uy muzeylarini o'sha tashkil topishida, har bitta mana shu kitoblarni nashr qilinishida ham qaysidir ma'noda xizmatlaringiz beqiyos. Yana bu kitobni Mabdai Nurni nashr qilishida ilgari bizda haligi Namangan nusxasi bor, haligi nimani? Mabdai Nurni yozilishini Yusuf Xos Hojibni Qutatg'u bilik asari. Ana shuni bizning 3 ta nusxasi topilgan. Bittasi Qohira nusxasi, bittasi Vena nusxasi, bittasi Namangan nusxasi. Shu Namangan nusxasi 1913-yilda Namangandan topilib, Lolaresh degan o'sha kitobsevar inson bo'lganlar, 3 ta do'konlar bo'lgan, kitob bilan shug'ullanib, xattot bo'lganlar ham. Shu kishini nevaralari yozdi bular. Ajoyib. Habibullohxon aka degan. Domla ularami? Albatta ular o'sha Bobo Rahim Mashrabga ular ham ixlosmand, ular ham shu kimyo ikkalasini shu ajoyib. Domla, hozir bizda reklama vaqti. Reklamadan so'ng g'azallaridan o'qib berasiz. Xo'p. Xo'p. Mashrab g'azallaridan tinglamoqni istaganlar birozgina kutamiz va albatta bizda hozir qisqa tanaffus reklamamiz bor. Reklamadan so'ng qaytamiz. Marhamat. Biz efirga qaytdik. Yusufxon aka, endi bir g'azal eshitsak. Mayli. Xo'p, endi bu kitoblarni mana Namanganda bu Habibullohxon domla chiqaryaptilar. Chiqardilar kimyo ekan. Bu sizlarga Rahmat. Mana o'zimning kitoblarimdan Shoh Mashrab ixlosmandlari, ilmi odob javohirlarini ikkalasini kulliyot qilib ham chiqargan. Bu ikkalaniga rahmat. O'zingizga shukr, rahmat. Ziyo ilm olib kelibsiz. Mirzo Kenjabek ham bularni endi so'ni ozda. Mirzo Kenjabek ham Mashrab kulliyotini chiqardi 100 dona xolosda. Bu ham 500 ta xolos. Mana chiqarilgan. Endi ozda endi bu 38 million raqam 500 ta 100 ta. Shuni Bobo Rahim Mashrab 7 yoshlarida qori murattab bo'lgan ekanlar. Shuning uchun mana endi aytib ketganlar-da, anodin qay kuni tug'dim, ya'ni tug'ilgan kunim. Sening ishqingda urdim deylar. Yoshim 7 ga yetganda bu ishq do'konini qurdim. 7 yoshlarda o'zi shariat ilmi bo'libdilar. Qarang. Devon 8-9 da tariqat yo'lini surdim. 8-9 da tariqat yo'li Rasululloh qilganlarini qilishga o'tibdilar-da. Yo'lingiz Namangan shahrida yurdim. Xo'jamning bir yo'lini ko'rdim. Ki andin to abad do'stlar Xo'jamni izlagan qulman. Allohni izlagan qulman debdilar. Devona, erga aytdingiz-ku, qul, oshiq. Xo'p. Demak, bu o'sha 7 yoshlarda quvvai hofizalari baland bo'lganidan, xotirasi kuchli bo'lganidan shu 7 yoshlarda qori murattab 30 pora Qur'onni yodlaganlar. Endi ikkinchisi fojialari haqida, boshqa haqida ham aytdikimiz yana qisqaroq edi. Hozir o'shani aytadilarki, o'zlari Bobo Rahim Mashrab fojialari haqida gap ketyapti endi bu. Vahdat mayini piri mug'on ilkidan ichdim. Mansur kabi boshimni dorg'a tutib qoldim. Demakki, ruhlari asli oshiq yaratilgan dedi. O'sha Allohning huzurida ichganlar, ko'rdilar. Shuning uchun valilarga o'lim shabi arus deydi, nikoh kechasi deydi. To'ylar muborakni o'shaning uchun o'limni eshitib bu kishi xursand bo'lib ketadilar, xolos tezroq yori jamoliga yetaman deb. Endi shuning uchun aytadilarki, kirib bu jismi zoromga farog'at ko'rmagan jonim, jonlardan ham uzr so'rabdilar-da, endi qarang.
Xudodan bu ajal keldi, sen ham endi rizo bo'lgin. Mendan xafa bo'lmagin endi. Meni ishqim shunaqa edi, taqdirotim. Ajoyib xush muborak bu o'lim kim? Boshima tushdi. Xudo yo'lida bir jon, agar ming jondir fido bo'lsin. Bir jon emas, ming jonimni Alloh beraman debdilar. Kishi taqdiriga tan bermas, ani iymoni yo'q beshak. Demak, taqsimotga Alloh taqsim biz ulashimiz kerak ekan. Erkak bo'lib yaratildimi, ayol bo'libmi? Allohga shukrlar aytib. Shukr, ha. Uzun bo'ldimi, kalta bo'ldimi? Buni farqi yo'q ekan. Taqdirotda shu bor ekan. Taqdirotga unamasan deylar, mardudsan deylar. Ya'ni haydalganga o'xshaydi. Taqdirotga Shukur qilib yashagan. Shukur qilib yashasang, xuddi jannatda yashaganda yashaysan deylar. Agar noshukur bo'lsang, jannatda yashasang ham norizo bo'lib cho'lda yashayotganda bo'lasan deylar-da. Shuning uchun biz taqsimotga rozi bo'lishib yashashni ko'rutgan kunimizga-da, ha. Kishi taqdiri, ha. Kelibdir ostonanga ki nav umid etma mashrabni deylar. Pushaymondan nasib endi kushondan baxtda mahmuddir. Shuning uchun Mahmudxon kushondan bo'lsa, o'sha Mahmudxonga ham aytdilarki, menga o'limni hukm qildimi, 3 kundan o'zing ham o'lasan deganlar-da. Bu o'rashmi qatlidan keyin Mahmudxon ham o'yda yotsa, xotibdan ichidan ovoz kelgan, motib Mahmudxon qoch degan. Qochishga urinib 3 kundan keyin tom bosib u ham o'ladi-da. Buni ham bir aytib o'tish kerak-da. Shuning uchun mahkam shu bilim bog'la, ey mashrabi devona, keldi bu ajal senga, to'lg'an edi paymona. Ko'rding men o'sha erlar, ishq yo'lida jon bergan, 100 turli balolarga yolg'iz edi bijona. U oshiq emas do'stlar, bilsa bu ajal kelsa, yo'qdir xabari aslo oshiq ilamasdona. Ey mashrabi devona, qadam qo'ygul mardona, dor ostiga borganda bo'lma yana hayron. deb undan keyin o'sha to'ylar muborakni aytganlar. Shuning uchun biz yoshlarimizga, taqdiriga tan berib, ilm olib, baxtli bo'lib, dunyo hamjamiyatida inson o'z agar o'rnini, o'z burchini bajarsa, ilm olib, hunar olib, dunyoda o'sha ilg'or millatlar safidan o'rin olamiz. Shuning uchun aytadiki, agar farzandingga tarbiyalamasak deydi, jamiyatni ham, ota-onani ham yara chaqasiga aylanadi bola deydi. Biz bolani tarbiyasiga e'tibor beraylik deydi. Agar moddiy qashshoqlik bir yilda o'tib ketar ekan, 2 yilda. Ma'naviy qashshoq bir umr insonni. Endi bu ma'naviy qashshoq Allohni ham aytganda qilmas ekan. Podshoni ham qonun qoidalarini bir pulga olmas ekan. Shuning uchun biz ma'naviy qashshoqlikdan qo'rqishimiz kerak ekan. Biz o'zingni o'zingdagi og'riqni sezsang, jisming tirik deylar. Birovdagi og'riqni sezsang, jamiyatdagi og'riqni sezsang, qalbing tirik deylar. Biz qalbi uyg'oq yoshlarni tarbiyalashimiz kerak, e'tibor berishimiz kerak. Boringizga shukur. Biz bugun juda ham ma'naviy ozuqa oldik. Qalbimiz yana ham boy bo'ldi. Biz sizni tashrifingizdan juda ham xursand bo'ldik. Men o'ylaymanki, millionlab insonlar hozir bu suhbatlarni ko'rib aytishyaptiki, mana qalbi uyg'oq insonlar bor-ku, ulardan nurga taralib turadi-da, ziyo taralib turadi. Biz har bir kunimizga, har bir onimizga shukrona qilishimiz kerak. Turmuchamiz sog', ko'zimiz ko'rib turibdi, oyog'imiz yurib turibdi, yuragimiz urib turibdi, aqlimiz ishlab turibdi. Nega noliymiz? Nega noliymiz? Allohga shukr, hamma sharoit bor yurtimizda. Demak, o'qisak, ilm olsak, izlansak, maqsad sari yetamiz. Domla, kerakli bo'lgan manfaatli suhbat uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Hamisha salomat bo'ling. Yana kelasiz studiyaga va bu suhbatlar hali, bu darslar hali davom etadi. Bir hovuz suvdan bir ho'plam suv bo'ldi. Shunday. Bir o'y xirmondan bir siqim suhbat bo'ldi, xolos bu. Lekin bu ham kerakli bo'ldi, manfaatli bo'ldi. Murodingga yetay desang, qalandar bo'l, sitam aqlin yutay desang, qalandar bo'l. Og'izdan dur sochay desang, sharobi ishq ichay desang, yomonlardan qochay desang, qalandar bo'l. Endi mana shu yerda mastona qilgan shahlo ko'zingdir deylar. Devona qilgan shirin so'zingdir deylar. Ana. Parvona qilgan mastona qilgan shahlo ko'zingdir, parvona qilgan oydek yuzingdir. Devona qilgan shirin so'zingdir, ko'rdim yuzingni alhamdulillah. Demak, insonni jamolida
Allohning bir zarrasi bor ekan. Inson insonni ko'rganda yayrab ketar ekan. Shuning uchun insonlarga qarab tabassumni qilamiz va albatta sizni yana ko'ramiz, siz bilan ko'rishamiz degan niyatdamiz. Men bu nimalardan bir siqim, bir hovuch aytdim xolos. Yana diydorlashamiz. Yana diydorlashamiz. Domla rahmat deymiz sizga va albatta bizda navbatdagi lavhamiz bor.